Mazgavoy. Doston chapga. Boshqa variant. Oppo yaxshi. Eldor zarba. Va gol! Abbosbek Fayzullayev Jahon chempionatida birinchi golimiz. Fon bo'lib turay. Abbos Fayzullayevga omad qushi, katta omad qushi Atstaka stadionining shundoq darvozasiga kelib o'tirdi o'zi. Eldorning yaxshi zarbasidan so'ng darvozabonimiz, ularning darvozaboni, bizning darvozabonimiz shu vaziyatda. Shu vaziyatda bizning posbonimiz. Bu yerda hozir e'tirof etish kerak, Doston Hamdamov qanotdan keskin uzatmani o'xshatdi. Bu yerda Eldor ham to'xtatmasdan havoning o'zida zarba berdi. Darvozabon buni kutmagan edi va o'sha effekt berdi. Abbos gap bo'lishi mumkin emas. Bos Abbos. Soya. Mana butun O'zbekistondan salom. Eldor ham va mana bu pas. Mana bu pas Akmal Mazgavoy oxirigacha borganligi va hozir qanotga ham uzatsa bo'lardi. Yo'q, shu tomonni yo'q ofsayd bu yerda. Darvozabonning ajoyib xatosi evaziga Eldor Shomurodovning zarbasi, Abbosinyoning goli. O'zi ham kirib ketishi mumkin ekan, qarang. Sirpanib o'tibdi. Shu bosh bilan, yana bosh bilan. Boyani yurgandi Portugaliyada. Bizda Abbos uryapti. Haqli, ya'ni butun o'yin davomida eng fidoyilik qilib o'ynayotgan futbolchi Cannavaro Jahon chempionatida birinchi uchrashuvda uning shogirdlari gol urishdi. U quvonmay kim quvonsin? Yaxshi, uni o'zgarishi ham ishladi. Osiyo jamoalarining